150 ming so'mlik Pinterest'dagi garavaman. Hamma mana shunaqa Pinterest'dagi sultankani paloncha so'mga sotib olayotgan paytim men 150 mingga sultanka topdim. И xuddi shunaqa kачествоda. Tada! Menga eng yoqqani shu mana bu yerda shunaqa taliyani ushlab turadigan manjeti bor. To есть сразу sultanka bo'lib ketmaydi, ishib turganda bo'lib qolmaysizlar-da, a figurangizni ushlab turib, tegi уже sultanочка bo'lib ketadi. Buni ideal kabuchoklar bilan, balletочкаlar bilan kiysa bo'ladi, asal ko'rinadi. Uni har xil ranglari bor ekan, oq rangi bor ekan. Kiyib ko'rishimdan oldin menga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Ishimni o'zini ko'rsatib o'tmoqchiman. Просто посмотрите, даже qorinlaringizni ham yo'qib tasharkan. Tez gapirayotganimga e'tibor bermanglar, потому что bugun sinfdoshimdan ko'rishim kerak. Shunga tez get ready with me qilyapman. Chunki biz 5 yildan beri ko'rishmaganmiz. Malika Jasmin hayotda qanday kiyinadi deb so'rasangizlar, mana shunday kiyinadi. Aladinkalarda, голубой кофточкада, просто qaranglar qanday ideально подчеркивает всё. Так, endi tezgina sochimni unpacking qilib, sumочка-pumочкalarimni olib qaytaman. Taqimchoqlarimni taqdim, tezgina unpacking qilib oldim sochimni. Mana bunaqa sumочка olamiz biz. Mana bunaqa tapочкаlar olamiz. Yo'q, bularda isib ketmayman. Наоборот, mazza qilaman. This is a final